Osmono'par binolar bu muhandislik san'atining mo'jizasi desak ham bo'ladi. Chunki hozirgi kunda hech qaysi poytaxt yoki megapolisni ko'p qavatli binolarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bunaqa binolar o'zi azaldan qurilib kelingan. Misr piramidalaridan tortib to Vavilon minorasigacha. Lekin nima uchun bunaqa binolar osmono'par deb ataladi? Birinchidan, balandligi. Yevropa va AQShda qabul qilingan o'lchamlarga ko'ra, balandligi 150 metr va undan yuqori bo'lgan binolar osmono'par hisoblanadi. Ikkinchidan esa nechidir kilometr balandligigacha qurish imkonini beruvchi metalldan tayyorlangan karkas qurilmalari. Bunaqa materiallarga ilgari umuman erishib bo'lmagan. Sababi bunaqa materiallarni o'zi bo'lmagan, tegi bo'lmagan. Dunyodagi eng birinchi osmono'par bino 1885-yilda Chikagoda qurilgan. Uni balandligi 42 metr bo'lib, 10 qavatdan iborat bo'lgan. Hozirgi kunda eng katta osmono'par binolar faqatgina AQShda emas, balki Xitoy, Koreya, Malayziya va arab mamlakatlarida ham bor. Ko'rsatuvimizning bugungi sonida xuddi shunday binolarni top 5 taligini birgalikda tomosha qilamiz. Siz eng qiziqarli faktlar va 7 uxlab tushingizga kirmagan ma'lumotlarni yetkazuvchi xuddi shunday kanalidasiz. Meni ismim Mahmud, boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. Bugungi top 5 talikni Xitoyning Shenzhen shahrida joylashgan osmono'par moliyaviy markaz binosi ochib beradi. Taxminan 40 yil oldin Shenzhen oddiy baliqchilar qishlog'i bo'lgan. Ammo erkin iqtisodiy zona tashkil etilgandan keyin hamma narsa o'zgardi. Hozir Shenzhen qishlog'i dunyodagi eng rivojlangan va boy shaharlardan bittasiga aylangan. Pinyan xalqaro moliya markazi bu balandligi 599 metrli 115 qavatdan iborat bo'lgan osmono'par bino. U 2009 va 2017 yillarda barpo etilgan. Shamol kuchiga bardosh berish uchun uni dizayni tepaga qarab torayib boradi. O'zi aslida qurilish vaqtida bu bino Shanxay minorasidan ham o'tib ketib, Xitoydagi eng baland binoga aylanishi taxmin qilingandi. Lekin keyinchalik samolyotlar xavfsiz uchib o'tishi uchun 60 metrli shpilni loyihadan olib tashlashga to'g'ri kelgan. Ma'lumot uchun, shpil bu binoni tomida joylashgan uzun truba yoki antenaga o'xshagan moslama. Xuddi shunday, xuddi shunday. Abraj Al-Bayt Saudiya Arabistonidagi Makka shahrida joylashgan binolar majmuasi. Balandligi bo'yicha 4-o'rinda, maydoni bo'yicha 3-o'rinda. O'ziga sarflangan qurilish materiallarining og'irligi bo'yicha 1-o'rinda turadi. Siz ko'rib turgan shpil ustidagi yarim oy dunyodagi eng katta oy hisoblanadi. Uni diametri 23 metr, og'irligi esa 107 tonnani tashkil qiladi. Bino qimmatbaho materiallar va qimmatbaho toshlar bilan bezatilgani uchun uni qiymati 15 milliard dollarga teng. Markaziy minora mehmonxona vazifasini bajaradi. U 100 mingga yaqin ziyoratchini o'z ichiga joylashtira oladi. Bu dunyodagi eng baland mehmonxona va yana bitta rekord desak ham bo'ladi. Bino Al-Haram masjidining ro'parasiga qurilgan. Bundan tashqari, Abraj Al-Bayt hovlisida islom dinining asosiy ziyoratgohi hisoblangan Ka'ba joylashgan. Zo'ri, mehmonxonaga joylashib olgandan keyin bu betakror manzarani shunchaki derazadan turib tomosha qilish mumkin. Xuddi shunday, xuddi shunday. Xitoyda 1-o'rinda, dunyoda esa 3-o'rinda turadigan eng katta osmono'par bino Shanxay minorasi. U Xitoyning Shanxay megapolisida joylashgan. Dizayni bir-birini ustiga o'rnatilgan 9 ta silindrsimon binolardan iborat. Binoni maxsus ishlab chiqilgan shakli shamol kuchini 24% ga kamaytirishga mo'ljallangan. 2 qavatli shisha oynalari esa energiyani tejash va kunduzgi yorug'likni maksimal darajada o'tkazish imkonini beradi. Osmono'par binoning 118-qavatida, ya'ni 546 metr balandlikda dunyodagi eng baland kuzatuv maydonchasi joylashgan. Shanxay minorasining liftlari tezlik bo'yicha dunyoda 2-o'rinda turadi. Uni maksimal tezligi sekundiga 20,5 metr. Yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun bu soatiga 74 kilometr tezlikda harakatlanadi degani. Xuddi shunday, xuddi shunday.
Merdeka 118 osmono'par binosi. Arxitekturani bu mo'jizasi oxirigacha qurib bitkazilmaganligi sabab bugungi ro'yxatimizga qo'shmoqchi emas edik, lekin qo'shmasak bo'lmasdi. Avstraliyaning Fender Catsalizis arxitektura firmasi tomonidan loyihalashtirilgan bu osmono'par bino qurilishi 2014-yilda boshlangan va 2021-yilda qurib bitkazilishi rejalashtirilgandi. Ammo koronavirus bu rejalarni barbod qildi va osmono'par binoni foydalanishga topshirish muddati 2022-yilni kuz oyiga qoldirildi. Bino Malayziya xalq san'atidan ilhomlangan uchburchak shisha fasadiga ega. Merdeka nomi mustaqillik degan ma'noni anglatadi. Bundan tashqari osmono'par binoda Park Hayat mehmonxonasi, savdo markazi, muzey va masjid hamda Janubiy Sharqiy Osiyodagi eng baland kuzatuv maydonchasi bo'lishi ko'zda tutilgan. Xuddi shunday, xuddi shunday. Burj Al Khalifa Amerikaning Skidmore, Owings va Merrill kompaniyalari tomonidan loyihalashtirilgan Dubaydagi eng baland bino qurilishi 2004-yilda boshlangan. Bu osmono'par bino qurilayotganida uni balandligi sir saqlangan. Chunki agar etbetda undan ham baland bino paydo bo'lib qolsa, loyihaga o'zgartirishlar kiritilishi reja qilingan edi. Tak, между собой aytib qo'yayman, hech kim bilmasin. 163 qavatdan iborat bo'lgan bu binoni tomida 180 metrli dunyodagi eng uzun shpil joylashgan. Bino dizayni tepaga qarab torayib boradi va uning eng nozik qismi tom ma'noda bulutlarda eriydi. Har kuni kechasi Burj Khalifa yorug'lik shousi bilan jonlanadi. Bu yerda hatto O'zbekiston bayrog'ini ham ko'rish mumkin. Binoda 304 ta mehmonxona nomeri va 904 ta turli o'lchamdagi kvartiralar bor. Dubayga umumiy hisobda har yili 15 million 300 nafar sayyoh tashrif buyuradi. Ulardan 10%, ya'ni 1,5 millioni shunchaki kuzatuv maydonchasi uchun kelishadi. Odamlar qadim zamondan quyoshga, samoga va yulduzlarga intilib yashashgan. Baland imoratlar qurish qaysidir tomondan kuch belgisidek bo'lgan. Hozirgi kunda esa osmono'par binolar bu shahar ko'rki hisoblanadi. Ko'rsatuvimizning keyingi sonida qaysi mavzularni yoritishimizni xohlagan bo'lardinglar? Shu haqida fikringizni kommentariyada qoldiringlar va like bosishni unutmanglar. Siz bugun eng baland binolar mavzusini bo'yi baland Kamina Mahmud bilan tomosha qildingiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hamma. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi esa davom. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.